konteynerinde cesedi parçalara ayrılmış bir kadın bulunmuş. Özbek bir kadın cesedin Belirlendi 37 yaşındaki Özbek uyruklu Dürdane Hakimova. Turkiyada o'zbek ayolning boshsiz tanasi topildi, yoxud chiqindilar orasida qolib ketgan ayol jasadi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayolning boshsiz jasad topilgani haqidagi xabarlar keng tarqaldi. Ushbu voqea yuzasidan O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi rasmiy munosabat bildirdi va holat nazoratga olingani ma'lum qilindi. Aniqlanishicha, 24-yanvar kuni kechki payt Istanbul shahrining Shishli tumanida chiqindilar orasidan buyum to'plab yurgan fuqaro konteyner ichida choyshabga o'ralgan jasadni ko'rib qolgan va darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan. Dastlabki ko'rik jarayonidayoq jasadning bosh qismi mavjud emasligi aniqlangan. Bosh konsulxona tomonidan mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud tibbiy ekspertiza markazi hamda prokuratura bilan hamkorlikda olib borilgan o'rganishlar natijasida marhumaning shaxsi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ekanligi tasdiqlangan. Diplomatik vakillar marhumaning oila a'zolari bilan bog'lanib, ularga zarur konsullik huquqiy yordam ko'rsatishni boshlagan. Chiqindilar ichidan topilgan ayol 32 yoshli o'zbek millatiga mansub Durdona Hakimova ekani aniqlangan. Achinarlisi shundaki, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs ham o'zbek millatiga mansub bo'lib, Dilshod Durdimurodov ekanligi ma'lum bo'lgan. U marhumaning sevgilisi bo'lgan. Qotillikning aniq sababi hozircha ochiqlanmagan, biroq dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ushbu hodisa erkakning ish joyida bo'lgan vaqtida yuz bergan janjal oqibatida sodir bo'lgan. Tergov materiallarida qayd etilishicha, jinoyatni qizning boshsiz tanasini choyshabga o'rab G'afurjon Akmaljonovich ismli do'stining yordami bilan jasadni chiqindi qutisiga olib borib tashlagan. Mazkur holat yuzasidan tezkor choralar ko'rilib, O'zbekiston Respublikasining 2 nafar fuqarosi gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Ular Turkiyadan Gruziyaga uchib ketishga uringan paytda aeroportda ushlangan. Keyinchalik yana bir shaxs gumonlanuvchi sifatida qo'lga olinib, jami ushlanganlar soni 3 nafarga yetgan. Turkiya ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, voqea Shishli tumanidagi mahallalardan birida sodir bo'lgan. Chiqindi konteynerlaridan topilgan jasad ayol kishiga tegishli bo'lib, uning boshi va oyoqlari topilmagan. Kuzatuv kameralari yozuvlari sinchiklab o'rganilib, gumonlanuvchilarning harakat yo'llari aniqlangan. Ular foydalanilgan chamadon yaqin ko'chalardan biridan topilib, dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatchilar qochishga uringani fosh etilgan va taxminan 8 soatlik operatsiya davomida ular mamlakatni tark etishga ulgurmagan. Mazkur dahshatli voqeadan so'ng Turkiyada ayollar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va faollar ommaviy norozilik namoyishlarini tashkil qildi. Istanbul shahridan 1000 dan ortiq kishi metro bekat yaqinida to'planib, jasad topilgan hudud tomon yurish qildi. Namoyishchilar ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yish, ayollar qotilligiga adolat va muhojir ayollar yolg'iz emas degan mazmundagi shiorlar bilan chiqish qildi. Anqarada ham yuzlab fuqarolar jinoyatchilarni qat'iy jazolashni talab qilib yig'ilish o'tkazdi. Jamoatchilik vakillari bunday vahshiyliklar jazodan qochish mumkin degan ishonch tufayli sodir bo'layotganini ta'kidladi. Bosh konsulxona ushbu ish bo'yicha surishtiruv jarayonlarini doimiy nazoratga olganini va qo'shimcha ma'lumotlar faqat rasmiy manbalar orqali e'lon qilinishini bildirdi. Ushbu fojia nafaqat bir oilaning, balki butun jamiyatning dardiga aylandi. Shu bilan birga jamoatchilik e'tiboriga avvalroq Turkiyada sodir bo'lgan yana bir shunga o'xshash holatni eslatib o'tish mumkin. Gap Iqbal Ayshinur Xalilova semikchilik bilan bog'liq bo'lgan voqea haqida bormoqda. Mazkur hodisa ham Turkiya hududida yuz bergan bo'lib, jinoyat aynan sevishganlar o'rtasidagi munosabatlar fonida sodir etilgan. Esingizda bo'lsa, ushbu voqea 2025-yilning 4-oktyabr kuni sodir bo'lgan. Holat yuzasidan keng jamoatchilik muhokamasi yuzaga kelgan va ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalasi yana kun tartibiga chiqqan. Oradan 1 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, ushbu hodisa hamon Turkiyada sevishganlar o'rtasidagi zo'ravonlik bilan bog'liq eng dahshatli voqealardan biri sifatida esga olinadi. Xo'sh, Turkiyadagi ushbu dahshatli voqea qanday yakun topadi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.